Men bu ustalar nima qilyapti? Aka siz aniq bilasiz-ku, bular zaxdan qochmoqchimi yoki bo'lmasa taxta chirib ketishini oldini oldim. Kommentariyada fikringizni qoldiring endi. Men bu akam nima qilayotganini aniq bilaman. Bu akam borku, issiq sovuqdan o'ylagan holatda polga to'pli pol tashyapti. Aka bu to'pli polning 3 ta zo'r foydasi bor. Hozir sizga birinchi aytib o'taman, narxini video oxirida aytaman. Bu matlarimiz birinchisi to'pli pol uchun maxsus qilingan bo'lib, pastki zaxi tepaga chiqmasligini ta'minlab beradi. Ikkinchisi, akalar ko'rayotganingizda to'g'ridan-to'g'ri shlankalarni shunga qotirishyapti. Eng asosiysi uchinchisi, aka mabodo uyingizda elektr ketib qolsa, tashqariga issiqligingiz yoki sovuqlik chiqib ketmasligini ta'minlab turadi. Aka buni narxi nech puldan deb ko'p savol berasizlar. Aka men sizni issiq sovug'ingizni o'ylab shuncha ko'p foydali videolar chiqaryapmiz-ku. Aka bu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing, kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring. Videoni foydali bo'lsin do'stlaringizga ulashib qo'ying. Mana shu panellarimizning narxi 29 ming so'mdan. Agar mana shu videoni ko'rib, telefon qilsanglar, akalar, birinchi telefon qilgan 10 ta odamga 26 ming so'mdan qilib beramiz. Aka, videoga like bosib tarqatib qo'yasiz. Assalomu alaykum.